Assalomu alaykum yaxshi bolajonlar. Bugun sizlarga itoat etgan daraxt haqidagi hikoyani so'zlab beraman. Hazrati Jobir radhiyallohu anhu rivoyat qiladi. Bir kuni payg'ambarimiz alayhissalom Makka ahlini haq yo'lga chaqirayotgan edilar. Ba'zi qoni qaynoq kimsalar odobsizlarcha u zotga tosh, kesak va boshqa narsalar otib masxara qilishdi. Hatto u zotning muborak a'zolariga shikast yetdi. Bu holdan g'amgin bo'lib o'tirgan edilar. Shu chog'da Hazrati Jabroil alayhissalom xabar keltirdi. Ey Muhammad alayhissalom, hozir bir narsa ko'rsataman. Sizning g'amingiz ketadi, deya olis jilg'ada turgan daraxtlardan biriga ishora qilib, uni chaqiring dedi. U zot alayhissalom chaqirgan edilar, daraxt huzurlariga keldi. Endi buyuring, qaytadi, dedi Jabroil alayhissalom. Shunda payg'ambar alayhissalom, endi joyingga bor, degan edilar. Daraxt avvalgi joyiga borib o'rnashdi. Bundan zavqlangan payg'ambarimiz alayhissalom, endi meni yolg'onchi deysa ham haq so'zni yetkazishdan to'xtamayman, dedilar.